Hasharot qanotlari nima? Hasharot qanotlari haqida bilishingiz kerak bo'lgan bir nechta muhim jihatlar mavjud. Oldingi sahnada ko'rsatilgandek qushlar va ko'rshapalaklarning qanotlari o'zgargan oldingi oyoqlardir. Bu yerda umurtqali hayvonlarning oldingi oyoqlari tuzilishi, ularning umumiy suyaklari hamda ikki xil qanotlari insonlar qo'li o'rtasidagi bog'liqlik ko'rsatilgan. Hasharot qanotlari esa o'zgargan oldingi oyoqlar emas. Hasharot qanotlari ko'krak qafasining ikkinchi va uchinchi segmentining epikutikularis kengashi hisoblanadi. Bu yerda bosqichma-bosqich metamorfozga esa hasharotlarning qanot ko'rsatuvchi ko'krak segmentlaridan birining ko'ndalang kesimi ko'rsatilgan. Bu hasharotlar qanotlarining asosiy tuzilishini tushuntirishga yordam beradi. Hasharotlar qanot evolyutsiyasi va uchishni o'zlashtirishga birinchi hayvonlar bo'lgan. Hasharot qanoti qushlar va ko'rshapalaklarda bo'lgani kabi oyoqlar rivojlangan qo'shimcha a'zolar emas. Aksincha, hasharot qanotlari tananing orqa va yon kutikulyar skeletining orqasida tana devorida hosil bo'lgan o'simtalardir. Qanot kurtaklari gemostel bilan tutash bo'lib, hasharot qoni gemolimfa bilan birga to'lgan bo'ladi. Faqat voyaga yetgan hasharotlarda to'liq funksional qanotlar bo'ladi. Quyida qanoti voyaga yetgan hasharotlarni hosil qiladigan ikki xil rivojlanish turi keltirilgan. Bosqichma-bosqich metamorfozga ega hasharotlarda oziqlanuvchi yetishmagan bosqichlarda nimfa deb ataladigan ularning kattalarga o'xshab bo'ladi. Nimfalarda qanot kurtaklari bo'lib, oxirgi to'lashdan so'ng ular qanotga aylanadi. To'liq metamorfozga esa qurtga o'xshab lichinka bosqichini o'z ichiga oladi. Kichik pashshalar kattalashib yirik pashshalarga aylanadi. Agar hasharotlar qanoti bo'lsa, ular to'liq voyaga yetgan hisoblanadi. Endi hasharotlar qanotlari haqida asosiy ma'lumotlar bilganingizdan so'ng uning tuzilishini tasvirlab beramiz. Sikada Homifera terata turkumiga mansub bo'lib, bosqichma-bosqich metamorfozga ega. Yetilmagan sikada nimfa kattasiga o'xshaydi, faqat ko'krak yonlarida kichik qanot kurtaklari bo'ladi. Nimfa har bir turlash jarayonida o'sgan sari qanot kurtaklariga tobora yopishqoq ko'rina boshlaydi. Voyaga yetgan sikada oxirgi turlashga nimfa qobig'i chiqadi. Qanotlar gemolimfani qanot ichiga haydash orqali kengayadi. Bu yerda voyaga yetgandan so'ng darhol gemofiliya gidrosin bosqichi yordamida kengayadi. Qanotning bo'ylama kesimi ko'rsatilgan. Qanot tana devorining yupqa kutikulyar kengayishi bo'lib, u ostida epidermal hujayralar tomonidan ajratilgan tashqi epikutikula qanotlaridan iborat. Dastlabki qanotning yuqori va pastki epidermal hujayralar qavatlarining ichki bo'shliq bilan ajralgan bo'lib, bu bo'shliq hasharotlarning ochiq gemoseli bilan tutashgan va gemolimfa bilan to'lgan bo'ladi. Qanotda ichki tranxema va nervlar ham mavjud bo'ladi. Qanot kengaygandan so'ng uning yuzasidagi ikki epidermal qatlam bir-biri bilan qo'shilib ketadi va epidermal hujayra yemirilib yo'qoladi. Natijada epikutikulaning ikki qatlamli tarang membrana hosil qiladi. Bu yerda qanotlarning ko'ndalang kesimi ko'rsatilgan bo'lib, unda tomir mavjud ko'rinadi. Tomirlar traxeyalar alohida hosil bo'lib, epikutikula sekretlarining eksokutikulardan tashkil topgan qalinlashgan sohalardir. Tomirlar membrana qismlarida traxeya tayanch vazifasini bajaradi va ularning ichida traxeyalar hamda nerv jarayonida bo'ladi. Shuningdek, tomirlar orqali gemolimfa oqib, qanotlarning haddan tashqari qurib mo'rtlashib ketishiga olib keladi. Keyingi bosqichda biz parvoz jarayonida ishtirok etuvchi ko'krak segmentlari tuzilishlari va ularning parvoz mushaklari bilan o'zaro bog'liq